Uyg'ur tadqiqot markazi o'tgan yildan beri ishlayotgan Xitoyning O'rta Osiyoga singib kirishi nomli doklati 22 fevral e'lon qilindi. Bu dokladda Xitoyning yer shariviy ahamiyati ishlayotgan O'rta Osiyoga strategik singib kirishni analiz qilinadi. Doklad Shanxay hamkorlik tashkiloti va Xitoyning bu rayonga singib kirishining asosi bo'lgan bir balvoq bir yo'l turining muhim rolini tekshirishdan boshlanadi va Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini Sharq Turkistonning koridor sifatida ishlatilishi qatorliq masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Dokladda bu ikki xil taraf munosabatining cho'nqirilishining oqibatlari, iqtisodiy aloqaning bo'libmi ul aslaha va savdo aloqalarining qanday qilib O'rta Osiyodagi ba'zi davlatlarni Xitoyning qarzi to'ziqiga boshlab kirib, mazkur davlatlarning Xitoyga bo'lgan beqinishini oshirdiganligi mulohaza qilinadi. Dokladda yana Xitoyning siyosiy va iqtisodiy jihatdagi ta'sirining O'rta Osiyo jumhuriyatlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarta tutgan pozitsiyasiga ta'sir ko'rsatganligi haqida to'xtaladi. Xitoy doiralari atalmish islom dinini xitoylashtirish nomida islom madaniyat uslubida bezalgan Yunnan o'lkasidagi Najiying masjidini chiqib, Xitoyning butxonasi uslubiga o'zgartgan. Birlashma xabar agentligining 20 fevraldagi xabarda qayd qilinishicha, bultur 5-oyda Yunnan o'lkasi Yushi shahri Tunxay noyasiga joylashgan donliq Najiying masjidining islomiy uslubda bino qilingan qurilmasi munar qutblari majburiy cheqilgan bo'lib, bu jarayonda norozilik bildirgan xalq bilan soqchilar to'qnashgan. Amerika parlament a'zolarining Tayvanga qilgan ziyoratiga Xitoy kuchli inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi ziyoratdan keyin o'zining noroziligini ifodalab, Amerikaning o'z-o'zini boshqaradigan orol bilan bo'lgan barliq aloqasini uzishni talab qildi. Xitoy bayonotchisi Mao'ning Washingtonni Tayvan masalasidagi intayin murakkab va sezgurlikka diqqat qilishni talab qildi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi mushuk-iyiq diplomatsiyasi qaytadan boshlandi. Xitoyning bu yangi qadami Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash orzusi deb izohlandi. Xitoy Amerikadagi San Diego hayvonotlar bog'chasiga bir juft mushuk-iyiq avatishga tayyorlik qilmoqda. Mushuk-iyiq diplomatsiyasi 1972 yildan boshlab Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi do'stlikning simvoli bo'lib kelgan. Lekin ikki davlat munosabati jiddiylashgandan keyin Amerika hayvonotlar bog'chasidagi nurg'un mushuk-iyiqlar Xitoyga qaytarilgan. Turkiyaning Elazığ viloyatida turayotgan 218 AHSK Türk aholisi Bitlisning Ahlat rayoniga mangulik o'ltiraqlashga evatilgan. Egilinishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush sababidan yurtlardan ayrilgan va Elazığdagi Aldemirdash vaqtliq turalg'u markazida 2 yil atrofida turgan 2000 oilalik AHSK turklar bor bo'lib, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi va valiylikning tashkillashi bilan ularning mangulik o'ltiraqlashish uchun tirishchanliklar davomlashmoqda. 20 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inida G'azzadagi urush va to'qinishning O'rta Sharqqa kengayish xavfi muzokara qilingan asosli masalalarning biri bo'lgan. Dunyodagi cho'ng iqtisodiy gavdalar bo'lgan 20 davlatning tashqi ishlar ministrlari Braziliya sohibxonlik qilgan yig'inga qatnashgan. Yig'inga qatnashgan har qaysi taraflar Isroil Falastin to'qinishidagi tinchlikning birdan-bir yo'li ikki davlat hal qilish chorasi deb qaralgan. Xitoyda bir yük paraxotining bir osmi ko'rikka so'qilishi natijasida 2 mashina dengizga tushib ketgan bo'lib, 2 odam o'lgan, 3 odam yo'qolib ketgan. Sinlarda ko'rsatilishicha, bir paraxot Guangzhou shahriga yaqin Jujiang daryosi deltasidan ko'rikka so'qilgan. Ko'rikdagi 2 mashina suvga tushib ketgan, 3 mashina paraxotga tushgan.